uchun bir xillar haromni ichiga botib yotsa ham boshiga sinov tushmaydi, birodarlar. Ishi yurishib ketaveradi. Siz halolni ketidan quvganingiz sayin ishingiz yurishmaydi. Biringiz ikki bo'lmaydi. Nima uchun? Bu savol beriladi. Bir odam bilasiz, qishlog'ingizda yashaydi. Hech haromdan hazar qilmaydi. Ochiqcha fosiq. U namozga ham chiqmaydi. Roza ham tutmaydi. Haromdan o'zini tiymaydi, ammo uning ishi yurishadi. Uning puli ko'p. Siz namozdan qolmaysiz, roza tutasiz. Yaxshi musulmonsiz, ammo boshingizdan sinov arimaydi. Nima uchun? Alloh subhanahu va taolo bandasining o'ziga zorlanib qilgan nido qilishini yaxshi ko'radi. Ey Alloh deb qiynalib qolganda ichidan chiqarib Alloh deyishini Alloh taolo yaxshi ko'radi bandasini. Haligi bandasini esa Alloh deyishini yoqtirmaydi. Biron marta Alloh demaslik uchun uning istidrojini chuqur qilib qo'yadi. Ya'ni unga sinov bermaydi. Ishini faqat yurishtirib